Obunani bosish esdan chiqmasin. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugun biz sizlar bilan Buldrop haqida to'liq ma'lumotni ko'ramiz. Bunaqa yangi yashiklar qo'shilgan, yangi narsalar qo'shilgan. Qani shaxsiy kabinet ochamiz birinchi. Menda bor bu, ochganman. Hisob to'ldirish, qanday to'ldirishni bilmasalaring, xohlasalar murojaat qilinglar. Xohlasalar mana Uzcard, Humo, Visa orqali, Click orqali to'ldirsalar bo'ladi. Hamster, Node, Docs orqali ham shunaqa kriptovalyutalar orqali ham to'ldirsalar ham bo'ladi. Agar sizlar to'ldirayotgan paytlaring birinchi to'lov uchun promokod deb yozib qo'ygan, o'sha yerga nusxalab kiritasizlar promokodni. O'shanda sizlarga 20% skidka qo'shib beradi, qancha tashlasalaring. Keyin bu yerda mana u Megalodon shunaqa yashiklar aylantirganlaringda beradigan sovg'alari bor. Men olganman bularni. 7-chisiga kam qoldi, ozgina qoldi. Shularni olasizlar, sizlarda hali yopiq bo'ladi. Birinchi marta aylantirgan paytlaring. Bu yerda yangi yashiklar qo'shilgan. Shularni ko'rsalar ham bo'ladi. Masalan, mana akula ovchisi, Megalodon kabi yashiklar zo'r beradi. Prosta qimmat bo'lgani bilan ichidagi narsalar ham o'ziga yarasha. Mana bu skidkali yashiklar qo'shilgan. Milliy taomlarimiz yashiklari, bu yerda personajlar, keyin o'zbek PUBG'gerlarni yashiklari bor bu yerda. Shunaqa yangi mana eng qimmat yashiklar mana shu yerda. Keyin bu yoqda o'yinlari bor o'zini, xuddi ana Crash bor, nima aviator kabi o'yinlari bor. Mana sizlarga bu yerda esa chat bor. Ommaviy hamma yozishadi, gurung qiladi, nima qiladi, nima tushdi, nima qo'ydi, shunchaki chat. Siz masalan endi siz nima hamkorlik qilmoqchisiz, hamkorlik qilgan odamga ko'proq imkoniyat beriladi. Buldrop bilan qanday hamkorlik qilsa bo'ladi? Yozamiz, kiramiz. Hamkorlik qilmoqchiman deb yozamiz. Yozdik. Qaysi o'yin o'ynasangiz o'sha o'yinni tanlaysiz. Srazi nima keladi? Biz PUBG o'ynaymiz, PUBG Mobile tanlaymiz. Keyin manaqa beplyusi promo kod, hamkorlik degan joyini bosamiz. Valyuta kurslari shunaqa narsalar bor. Hamkorlik qilmoqchimiz, hamkorlik degan joyda bosamiz. Gidetda bir 30 sekundlarda javob keladi. Bu yerda aytgan shunaqa rabozchilarimiz bor. Xohlasangiz VKdan, xohlasangiz Telegramdan yozing degan. Yordamchi hozir nimamiz operatorimiz bo'sh yo'q deyapti. Demak biz Telegramga kirib yozib olsak bo'ladi operatoriga. Nima qilishimiz kerak? Birinchi berilgan silka orqali Telegramga kiramiz. Telegramga kirib start tugmachasini bosamiz. Srazi ответ keladi, keyin ikkinchi tugmachani bosamiz. Ruschada yozilgan. Endi har kim balki tushunadiganlar bor, tushunmaydiganlar bor. Bu yerda yozadi, ruschada yozadi. Agar sizlar ruschani bilmasalaring, mana Telegram o'sha xabarning ustiga bosgan paytlaring translyator bo'ladi. Bu yerdan tilni tanlab olamiz. Ingliz tili va rus tili turgan ekan faqat. Kiramiz, o'zbek tilini qidiramiz. German, Indiya, pastga tushaveramiz. Menimcha eng oxirida bo'lsa kerak. O'zbek tilida doimgidek. Ha, o'zbek tili ilagay. Ko'rdim. Aytgan afsus, barcha hamkorlik bo'yicha mutaxassislar offlayn rejimda. Biz sizga javob berishga harakat qilamiz. Siz qanday platforma foydalanasiz? YouTube yo TikTok yo WhatsApp shunaqa WhatsApp emas, endi boshqa programmalardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalansangiz, o'shalarni resurslarga tekshirib chiqadi. Qarochi, kanallaring, qancha obunachilaring bor, axlatlaring shularni tekshirib chiqadi.